Assalomu alaykum. Mana bu murojaatim prezidentimizga. Men Buxoro shahridan bu videoni olyapman. 27-kuni Buxoro shahriga prezidentimiz kelganda buni imoratdan tashlandiq joyda magazinni boshladilar qilishni. Prezidentimiz ketgan kunini bu kunisiga ishchilarga zam hokim, stroykan zam hokimi Aziz degan odam pulini bermay qo'ydi. Bular ishni to'xtatdi. Ana endi yomg'irga bu qilgan nimalari yana ivib qolib, yana rasul bo'ladimi deymanda, shuni prezidentimga aytmoqchiman. Iltimos qilib Buxoro shahar zam hokimiga aytsangiz, bu tashlandiq joyimizni obod qilib bersa, bu yo'lni usti mana. Yo'lni usti. Prezident bobomiz ketgandan keyin ko'zbo'yamachilik bo'libdi-da bu. Yo'llarga qilinib, mana shundaygina nimalar qolib ketgan ustolarni pulimizni bermayapti zam hokim. Shuning uchun stroykani qilmaymiz deb to'xtatib qo'ydi bular. Sizdan yordam so'rayman. Shu tashlandiq joyda oxirgacha obod qilib bersinlar, ayting. Mana bu tashlandiq magazin egasini ham, raqamini ham, ishxonasini ham biz topib berdik. Lekin bular topa olmadi. Topa olsa ham gaplasha olmadi va shu turish qoldi. Mana magazinlarning ahvoli, suv oqayotibdi. Mana ichkariga suv etgan. Tepani ustola shifirini qo'parib ketgandan keyin ichkariga suv oqibdi endi. Bu magazindan bizning domimizga ta'sir qiladi. Bizning uylar ham cho'kish ehtimoli bor, bizning farzandlarimiz bor. Iltimos Mirziyoyev, sizdan yordam kutamiz. Shu Buxoro zam hokimi bilan gaplashing. Hokimiyatga borsak qabulga kirgizmaydilar. Mana ustolarning ko'rpachalari ham qo'ygan. Xuflab qo'ygan. Iltimos sizlar ayting, shu imoratni bitkazib bersinlar. Magazinlarning ahvoli, eshiklari singan. Hamma joyga murojaat qildik, ichki ishlarga ham murojaat qildik. Hokimning tunmasiga ham kirmoqchi bo'ldik, afsus kira olmadik. Mana hamma joy tashlandiq holatda. Buni qilish kerak emas. Prezident kelibdilar deb boshladilar, ketganlardan keyin to'xtatdi. Mana bu suv oqayotganini qarang. Mana. Yomg'ir yog'ib, tepadan pastga suv tushyapti. Mana. Bu nima ahvol? Ichkari suvdan quyilgan. Mana. Eshigi singan buni ham. Iltimos qilaman, sizlardan yordam bering.